أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Avlod ovozliq asarlari. Ey müminler, bilinglarki sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqribolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabiylarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmonlar bilan kafirlar uchrashib haq bilan nahaq ayrilgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Allah har narsaga qodirdir. O'z vaqtida sizlar vodining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ular vodining Madinaga jiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa, sizlarning to'yininglarda edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zingizlarning ozligini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta buningga xiloflik qilgan bo'lardinglar. Lekin Allah bo'lishga tegishlik ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrda mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Allohning mundaq qilishi halok bo'ladiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi. Yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashashi uchun edi. Allah bandalarining so'zlarini albatta anglab turg'uchidir. Niyatlarini bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida Allah shunda sana ularni, ya'ni düşmanlaringni oz ko'rsatdi. Agar sana ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinch tushadi va jang ishida cho'qim datalash qilatdinglar. Lekin Allah sizlarni munda qilishdan saqladi. Allah dilinglardagini albatta bilib turg'uchidir. Allah bo'lishga tegishlik ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan chig'inglarda düşmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb, ularni sizlarning ko'zingizlarga oz ko'rsatdi va sizlarni ularning ko'zlariga sizlarga qarshi tayyorlikda bo'lmasin deb oz ko'rsatdi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allah o'zi xohlagancha hukm qiladi. Ey mu'minlar, mushriklardan bir jamoaga, ya'ni düşman qo'shiniga uchrashgan chig'inglarda sabatlik ko'rsatinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar. Bütün so'z harakatinglarda Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ixtilof qilishmanglar. Bo'lmasa düşman bilan uchrashishdan qo'rqib qolasizlar. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Sabr qilinglar. Allah haqiqatan sabr qilguvchilar bilan billadir. Yurtlardan cho'ngchilik va riyo bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshash bo'lmanglar. Ular kishilarni Allohning yo'lidan to'sidi. Allah ularning hamma ishlarini bilguchidir. O'z vaqtida shayton ularga qabih amallarini chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi. Men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. Ikki qo'shin uchrashgan chaqda shayton orqasiga chekindi va men sizlardan ado judaman. Sizlar ko'rmayotganni haqiqatan ko'rib turibman. Men rostla Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir, dedi. O'z vaqtida munofiqlar va
dillarida kesili, yani shak barlar bularni, yani musulmonlarni ularning dini aldidi. Yani musulmonlar o'z diniga mag'rur bo'lib, o'zlarini yengilmas deb gumon qilib, oz sonliq turug'liq, ko'p sonliqlar bilan urushga chiqdi dedi. Kimiki Allohga yo'linadi ekan, Allah onunğa albatta yordam berdi. Chunki Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Farishtalar Badr urushida kafirlarning jonlarini eliyotganda, ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holini ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga dozoqning ko'ydirgichi azobini tetinglar deydi. Bu azob sizlarning qilmish jinoyatinglar tufaylidandir. Allah bandalarga zulm qilg'uchi emasdir. Bu kafirlarning gunoh qilish odati, Firavun jamoasi va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi. Ular Allohning oyatlarini inkor qildi. Gunohlari tufaylidan Allah ularni halok qildi. Allah haqiqatan kuchlidir. Allahning azobi qattiqdir. Bu, yani ularga nozil bo'lgan azob shuning uchunki biror qavm o'zlarining holatini kufr va gunoh bilan o'zgartmagicha Allah ularga bergan ne'matini o'zgartib etmaydi. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Qilmishlarini bilib turg'uchidir. Ularning odati Firavun jamoasining va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi-ki, ular Parvardigorining oyatlarini inkor qilgan edi. Gunohlari tufaylidan ularni halok qildik. Firavun jamoasini dengizga g'arq qildik. Ularning hammasi kufrlik va gunoh qilib, o'zlarini azobga duchor qilish bilan o'zlariga zulm qilg'uchi qavm bo'ldi. Allah'ның nazarida hayvonlarning eng yomoni kufrda ching turganlardir ki, ular haqiqatan iymon etmaydi. Ey Muhammad, sen ularning orasidagi ma'lum kishilar bilan mushriklarga yordam bermaslikleri ustida muahide tuzding. Ular bo'lsa har qitimda muahidesini buzdi. Ular Allah'tan qo'rqmaydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadagilarning qechishi va ibrat elishi uchun ularni qattiq jazolig'in. Ya'ni ularni boshqalarga ibrat qilginki, ularning sen bilan urush qilishga darmoni qolmasin. Agar sen muahide tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, muahidesini ularga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Ya'ni sen bilan muahide tuzishgan qavmdan xiyonat shapsi ko'rilsa, ularga tuyuqsiz hujum qilmasdan, muahidening amaldan qolganligini oldi bilan ularga uqtirib qo'ygin. Allah haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Badr urushida o'ltirilmay qolgan kafirlar qutulduq deb o'ylamasin. Ular Parvardigorining jazosidan haqiqatan qechib qutulanmaydi. Düşmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishcha qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmaninglarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar. Ularni sizlar tonimaysizlar. Allah toniydi. Sizlarning Allah yo'lida sarf qilganinglar mayli nim bo'lsa bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kemaytib etilmaydi. Agar ular tinchlikka moyil bo'lsa, senmi tinchlikka moyil bo'lgin. Allohga tavakkul qilgin. Allah
ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Agar ular tayyorlik qilib olish uchun sulhi bilan seni oldirmoqchi bo'lsa, Allah ularning sharridan shaksiz sana kifoya qilg'uchidir. Allah seni o'zining yordami bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. Allah müminlerinin dillerini birleştirdi. Sen yeryüzündeki bütün baylıkını sarf kılıp mı, onların dillerini birleştirelmeydin. Lekin Allah özünün kudret kamalesi bilen onlarını inak kıldı. Şübihisiz ki Allah galiptir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. İyi peygamber, yalğuz Allah sana ve sana ergeçken müminlerge kifoya qilg'uchidir. Ey payg'ambar, müminlarni mushriklar bilan urush qilishga rag'batlantirgin. Agar sizlarda chidamliq 20 odam bo'ladigan bo'lsa, dushmandan 200 ni yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'ladigan bo'lsa, kafirlardan 1000 ni yengalaydi. Çünkü ular cahil kavim bulup Allah'ın hikmetini düşünmeydi. Allah emdi sizlerinin yükünlerini yenikletti. Sizlerinin acizliklerini bildi. Eğer sizlerde çidamlık 100 adam boluduğun bolsa 200 düşmanını yenelaydı. Eğer sizlerde çidamlık 1000 adam boluduğun bolsa Allah'ın izni bilen 2000 düşmanını yenelaydı. Allah çidamlıklar bilen birledir. Peygamberge ziminde düşmanını köprek öldürmey turup, yani müşrikliknin heyvesini yokutup, İslam'a kuvvet vermey turup, esirlerden fidye iliş layık emesiydi. İyi müminler, sizler fidye iliş bilen dünya menfaatini közleysizler. Allah sizlerge ahiretni, yani ahiretning savabını tilaydi. Allah g'olibdir, hikmet bilan ish qilg'uchidir. Allah'ның uçuq cheklanmagan ishini qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azilisi bo'lmasa edi, asirlardan fidya olganliqlar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Ey jihad qilg'uvchilar jamoasi, g'animat olgan narsanglarni halal ve pak bilip yanglar. Allah'ın emriga muhalifetçilik qilishdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga mehribondir. Ey payg'ambar, qo'linglardagi asirlarga aytqinki, agar Allah dilinglarda iymon borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Allah onu biladi. Sizlarga o'zinglardan ilingan fidiydan yaxshiroq narsani berdi. Ilgiriki gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Allah tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, agar ular, ya'ni mushi asirlar iymonni da'vo qilish orqali sana xiyonat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda ilgiri ular küfrü bilen ahdini buzuş bilen Allah'a xiyonat qilgan edi. Allah seni ularning üstüdün g'olib qildi. Allah bo'lg'isi hamma ishni bilguchi, o'z hikmeti bo'yicha ish qilg'uchidir. İman etganlar Allah'ni ve Allah'ның peygamberini söyüş yüzüdün yurtunu taşlap hicret qilgan pul malları ve canları bilen Allah yolunda cihat qilganlar, yani muhacirlar, yurtida muhacirlarga joy berganlar ve yardım ko'rsatganlar, yani ensarlar, shular albatta bir-biriga egidir. Yani bir-biriga yordamchidir. Bir-biriga mirosxo'rdir. İman etgan, ammo Madinaga hijrat qilmaganlar bilan sizlarning o'ttiranglarda
Taki ular hicret qilganga qadar o'zara igi bo'lish, ya'ni yordamlashish, mirosxo'r bo'lish bo'lmaydi. Agar din ishida ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasala, ularga yordam berishinglar kerak. Allah sizlarning qilayotgan ishlaringlarni ko'rib turg'uchidir. Kafirlar yordamda va mirosda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalaymiqanchilik tug'iladi. İman etqanlar, Madinaga hijrat qilganlar, Allohning yo'lida jihad qilganlar, yurtida muhojirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansarlar, ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ularning gunohi mag'firat qilinadi. Ular jannatda esil rizqqa ega bo'ladi. Keyin iman etib Madinaga hijrat qilganlar va sizlar bilan birga jihad qilganlar sizlardan sanaladi. Allohning hukmida urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishqa yotlardan eng haqliqdir. Shubhisizki Allah her şeyini bilip turg'uchidir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Tavba 129 oyat. Madinada nozil bo'lgan. Bu Allah ve onun peygamberinin sizlar bilan muahide tuzishgan mushriklarga qaratgan ada juda bo'lish, ya'ni muahidini bekor qilish e'lonidir. Ey mushriklar, yer yuzida xalqinglarcha 4 oy yuringlar. Bilinglarki, sizlar Allah'ның azabidan qechib qutulolmaysizlar. Bilinglarki, Allah kafirlarni xor qilguchidir. Bu cho'ng haj kunida Allah va uning payg'ambari tarafidan kishilarga chiqarilgan e'londirki, Allah va uning payg'ambari mushriklardan ada judadir. Agar kufrdan tavba qilsanglar, bu sizlarga gumrohlikda ketaverishdan yaxshidir. Agar islomdan yuz o'risanglar, bilinglarki, Allah'ның azabidan qechib qutulolmaysizlar. Kafirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. Ammo mushriklar ichidagi sizlar bilan muahide tuzgan, muahidiga hech qanday xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi hech qanday odamga yordam bermaganlarga kelsak, ular bilan tuzgan bu muahidiga uning vaqti to'shqonga qadar rioya qilinglar. Shubhisizki Allah taqvodorlarni do'st tutadi. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga elinglar. Qo'rshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini ko'zitib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakat bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki Allah tavba qilguvchilarga mag'firat qilguchidir, rahim qilguchidir. Agar mushriklardan biror kishi sendan omonlik tilasa, toki u Allohning kalomini, ya'ni Qur'onni anglaganga, ya'ni fikr qilib uning haqiqatiga yetganga qadar uningga omonlik bergin. Ondan u iman etmasa, uni jini mili aman topadigan joyga yetkazib qo'ygin. Bu shuning uchunki ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. Allohning va payg'ambarining qarashicha ahdisiga vafo qilmaydigan mushriklarda qandoqmi muahide degan narsa bo'lsin. Ammo masjidi haram qishida sizlar bilan ahdi tuzishgan mushriklar agar ahdisiga vafo qiladigan, sizlarmi vafo qilinglar. Shubhisizki Allah taqvodorlarni, ya'ni Parvardigordan qo'rqqan,
ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. Mushriklar ahdisiga qandoqmi vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni eg'izlarida xo'sh qiladi. Dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'zida chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ular Allohning oyatlarini dunyoning mol-mulklaridan arzimas narsalarga tegishdi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon. Ular mu'minlar haqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquchilardir. Agar ular kufrdan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, dinni jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. O'qidigan qavm uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. Agar ular ahdi bergandan keyin qasamlarini buzsa va dininglarni ayıplasa, ularning buningdan chekinishlari uchun kufrning katiboshlarga urush echinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. Ey mu'minlar jamoasi, ahdi berganda ishkan qasamini buzgan, payg'ambarni Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan va sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar? Ulardan qo'rqamsizlar? Agar mu'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh eng loyiqdir. Ularga urush echinglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib, kafirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli berdi. Ham ularni dillaridagi ochiqdan xalos qiladi. Allah xohlagan odamni tavbiga muvaffaq qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allohdan, Allohning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqani sirdosh qilib olmaganlarni bilmay, ya'ni o'tirg'i chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar. Allah sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Mushriklar o'zlarining kufrini iqror qilib turuqliq, ya'ni kafirlik bilan Allohning masjidlariniovat qilish bir-biri bilan sig'ishamaydi. Ularning Allohning masjidlarini ovat qilishi to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'tigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla ovat qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ana shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'zda tutiladi. Sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, masjidi haramni ovat qilishni, Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar? Allohning nazarida ular o'xshash emas. Allah
zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Iymon etganlarning, hijrat qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ani shular savob tepish bilan maqsadiga erishguchilardir. Parvardigori ularga o'zining rahmati, roziligi va jannatlari bilan xush xabar berdi. Ular jannatlarda mangulik ne'matga erishidi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Shubhisizki Allohning dargohida ularga katta savob bor. Ey mu'minlar, agar otalaringlar, qarindoshlaringlar iymondan kufrni ortiq ko'rsa, kufrda mahkam tursa, ularni do'st tutmanglar. İçinlardan kimler ki ularni do'st tuturken ular zolimlardir. Yani ularga o'xshash mushrikdir. Chunki mushriklikka rozi bo'lgan odammu mushrik hisoblanadi. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindoshlaringlar, xotininglar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar tapqan pul mollaringlar, oqmay qolishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi suyumlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Mekkeni fetih qilish izni kelguchi kutinglar. Allah fasık qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegirsidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xo'shallanib ketdinglar. Ya'ni bugün bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming. Düşmanlarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilchi asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zimin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib Rasulullohni ozg'ini mu'minlar bilan tashlab orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Allah payg'ambarga va mu'minlarga marhamat qilib xotirjamlik beg'ishladi. Sizlarga qo'shininglarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Allah kafirlarni o'ltirish va asir ilinish bilan azobladi. Kafirlarning jazosi ana shu. Shuningdan keyin Allah xohlagan odamga tavbini nasib qiladi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilguchidir. Nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar, mushriklar Allah'ni inkar qilganliklari va ularning e'tiqodi buzuq bo'lganliklari uchun faqat nejisdir. Mushi yildan, ya'ni Hicriyning 9-yilidan keyin ular Masjidi Haramga yaqinlashmasin. Ya'ni haj qilmasin, umr qilmasin. Agar sizlar, ey mu'minlar, mushriklarning haramga kirishdan mani qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, Allah xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki Allah sizlarga foydali ishlarni bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Yahudilar Uzayrni Allohning o'g'li, Nasaralar İsa'ni Allohning o'g'li deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi
e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Bilen Allah o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar va haq din, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizya to'laganga qadar urush qilinglar. Yahudilar Uzayr Allohning o'g'lidir dedi. Nasaralar Masih, ya'ni İsa Allohning o'g'lidir dedi. Bu ularning og'zidagi dalilsiz so'zdir. Ularning so'zlari ilgiriki kafirlarning, ya'ni mushriklarning farishtalar Allohning qizlaridir degan so'zlarga o'xshaydi. Allah ularga la'nat qilsinki, Allohning balasi yo'qligiga ro'shan dalil tursa. Haqiqatdan botilga burilib, ular qandaqmi Allohning balasi bor deb Allohga yolg'on chaplaydi. Ular o'zlarining yibrilarini, rahiblarini, Yahudilar bilan Nasaralarning dinni boshliqlarini, o'limalarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Uningdan boshqa, ya'ni olamlarning parvardigori Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah ularning sherik keltirganliklaridan pokdir. Ular, ya'ni mushriklar, Yahudilar va Nasaralar Allohning nurini, ya'ni islom dinini egizlari, ya'ni yolg'on yovdoq bo'htonlari bilan o'chirmoqchi bo'ladi. Allah o'z nurini ustun qilmay qolmaydi. Kafirlar buni yomon ko'rgan taqdirdimi, Allah haq din islomni barliq dinlardan ustun qilish uchun o'zining payg'ambarini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'liq hidoyat va haq din bilan avatdi. Mushriklar uning ustun bo'lishini yomon ko'rgan taqdirdimi? Ey mu'minlar, Hibriler ve rahiplardan, Yahudi ve Nasara ölümalardan nurgulları kişilerinin pul mallarını hakikaten haram yeydi. Kişilerini Allah'ın dinine kirişten tosudu. Altın kümüş yığıp, onu Allah'ın yolunda serip kılmaydıganlarga dozaqda boluduğan qattiq azap bilen bişaret bergin. O günde, yani kıyamet günü de o altın kümüşler cehennemnin otuda kızıtılıp, onun bilen ularının pişanları, yanları ve dümbülleri dağlanıdı. Ularga bu sizlerinin özünler üçün jıqqan altın kümüşünler, sizler bu dünyayınlardaki Allah'ın hakkını ada kılmadınlar. Jıqqan altın kümüşünlerinin vabalını tetinlar deyildi. Şüphesiz ki asman ve zimin yaratılgandan tartıp, kameri aylarının sani Allah'ın dergahida, yani Levhul Mahfuzda 12'dir. Ulardan 4'i, yani Zulqaidde, Zulhacce, Muharrem, Recep, uruş kılış haram kılıngan aylardır. Bu doğru dindir. Yani mezkur 4 ayda uruşның haram kılınışı Allah'ın doğru dinidir. Bu aylarda ularning hürmetini saklamaslık bilen, Allah çekligen günah işlerini kılış bilen özünlarga ziyan salmanglar. Müşrikler sizlerge birlikte hücum kılgandek, sizlermi ularga karşı birlikte uruş kılanglar. Bilinglar ki Allah takvadarlar bilen birledir. Yani Allah'ın emrini beca keltiriş, meni kılgan işlerden çekleniş bilen Allah'tan korkucularga Allah'ın yardım berdiganligiga işençide bulunlar. Ayni arqaga sürüş, yani uruş haram kılıngan ayni
boshqa bir oyga o'zgartib, yilning 12 oyini 13 oyga ko'paytirish kufrini ziyoda qilishdir. Buning bilan kafirlar ozdiriladi. Ular Allah haram qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni bir yil halol qilsa, ikkinchi yil haram qiladi. Shuning bilan ular Allah haram qilgan oyni halol qiladi. Ularga o'zlarining yomon amallari chiroyli ko'rsatildi. Allah kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Ey mu'minlar, sizlarga Allah'ның yo'lida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, nimishqi yurtinglardan ayrılgınlar kelmaydi? Dünya hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishishga rozi bo'ldinglarmi? Dünya hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlari bilan selishtirganda arzimas narsadir. Agar sizlar jihadga chiqmasanglar, Allah sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltiradi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Allah har narsaga qodirdir. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Allah yordam qiladi. Allah haqiqatan uningga yordam qilgan edi. O'z vaqtida kafirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'orda edi. Rasululloh hamrohiga g'am qilmag'in. Allah haqiqatan biz bilan billa deydi. Allah uningga, ya'ni payg'ambariga xotirjamlik beg'ishladi. Uningga farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kafirlarning so'zini, ya'ni sherik kalimasini past qildi. Allah'ning so'zi, ya'ni kalima tavhid ustundur. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki ig'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh qeri, piyoda, uloqliq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma ahvolda jihodga chiqinglar. Allohning yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihod qilinglar. Agar bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. Agar ularning da'vat qilingani oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas, o'tir hol safar bo'ladigan bo'lsa, ular cho'qim sana ergishib g'animat elish maqsadida chiqatdi. Lekin bu oraliq ularga yiroq bilindi. Ular Allah bilan qasam ichib, agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqatdik deydi. Ular yolg'on qasamlar tufaylidan o'zlarini o'zlari halok qiladi. Allah biladi-ki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. Ey Muhammad, Allah seni kechirdi. O'zirsida rostchilar bilan yolg'onchilar sana aniq bo'lmag'icha nimishqa ularga chiqmaslikqa ruxsat berding? Ey Muhammad, Allohga va oxirat kuniga ishonadiganlar sendan mollari bilan va jonlari bilan jihad qilishga ruxsat so'ramaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. Ey Muhammad, sendan faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar dillarida Allohning birligiga va sening payg'ambarligingga gumoni borlar ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tengriqab yuridi. Agar ularning jihodga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qiladi. Lekin Allah ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga g'ururlikni selib, ularning irodasini sundirdi. Ularga uylarida qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar
kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, oranglarda faqat fitna fasodni ko'paytirdi. Oranglarga bo'lgunchilik selish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Oranglarda ular uchun tinglaydiganlar bor. Allah zalimlarni, ya'ni munofiqlarning ishtishini obdan bilguchidir. İlgiri ular taki Allah'ның yardımı kelgenge, Allah'ның dini üstülük kazanğanğı kadar hakikaten bölgünçilik selişke urungan. Sana heli mikirlerini işletken idi. Halbuki ular bundak bolışını, yani dinning üstünlük kazanışını yaman körgüçülerdir. Ularning arsıda bana, yani mening qilishimga ruxsat qilgin. Meni balaga giribtar qilmagin. Yani Rumning ayollari bilan gunoh qilib selishimga sababchi bo'lmagin deguvchilarmi bor. Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng balaga giribtar bo'ldi. Shubhisizki jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir. Agar sen birer yaxshilikka erishsang, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar sana birer musibat kelsa, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib, xo'shal qaytishidir. Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsasi yetadi. U bizning madadkorimizdir. Müminler Allah'a tevekkül kılsın, yani müminler hamma ishni Allah'a tapşırsın. Onundan başka hiç ahadiga yo'lanmasin. Aytqinki, sizlar faqat bizning g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Sizlarmi o'zinglarga kelganni kutinglar. Bizmi albatta o'zimizga kelganni kutayli. Aytqinki, munofiqlar jamoasi. Sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. Ularning bergan nafaqalari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xush yaxmaslik bilan o'qiydi. Pul melini rozilik bilan bermaydi. Ularning mol mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Allah ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. Ular biz cho'qim sizlar, ya'ni sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Allah bilan qasam ichadi. Ular sizlardan emas. Lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, og'zida musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. Agar ular birer qo'rg'on yoki g'or va yoki gamini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurishgan bo'ladi. Ey Muhammad, ularning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayiblaydi. Ularga uningdan berilsa xo'sh bo'lishidir, berilmasa xafa bo'lishidir. Agar ular Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Allah bizga kifoya qiladi, Allah va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qiladi. Biz haqiqatan Allohning fazlini, ihsonini o'tinib so'rg'uchilarmiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, zakat xodimlarga, dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga, insonlarni hurlikka erishtirishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga beriladi. Bu
Allah'ның belgilemesidir. Allah bendelerinin menfaatini obdan bilgichidir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Ularning ba'zilari payg'ambarga so'zi va harakati orqali aziyat yetkazdi va payg'ambarni anglagan narsasining hammasiga ishonadi deydi. Aytqinki, durust, u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mo'minlarning so'ziga, ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga aziyat yetkazdiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadik deb Alloh bilan qasam qiladi. Agar ular rostla mo'min bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Bu munofiqlar Allohga va uning payg'ambariga kimiki qarshilik ko'rsatadigan, uning dozoqqa kiradiganligini, dozoqda mangu qoladiganligini bilmamdi. Ani shu cho'ng rasvolikdir. Munofiqlar o'zlari to'g'risida biror suri nozli bo'lib, ularning dillaridagini, ya'ni nifoqni mo'minlarga xabar berishdan qo'rqadi. Aytqinki, sizlar Allohning dinini xohlaganinglarcha masxir qilinglar. Sizlar pash bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Alloh cho'qim oshkor qiladi. Ey Muhammad, agar sen ularning masxir qilganligini so'rasang, ular biz rostdan emas, faqat ish-pushqi qilib o'ynish deb qo'ydik deydi. Bu munofiqlarga sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxir qildinglarmi degan. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zri etmanglar. Sizlar iymon etganinglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklari uchun afu qilsak, yana bir guruhni gunohkor bo'lganliklari, ya'ni munofiqlik bilan gunohni davomlashtirganliklari uchun jazolaymiz. Munofiq erlar bilan munofiq ayollar munofiqlikda va iymondan yiroq bo'lishda bir-biriga o'xshaydi. Ular yomonlikqa buyuruydi, yaxshilikdan to'sidi. Ular qo'llarini yumib oladi, ya'ni bexillik qilib sadiqa bermaydi. Ular Allohni unutdi, ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmu ularni unutdi, ya'ni Allah ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Shubhisizki munofiqlar fosiqlardir. Allah munofiq erlarga, munofiq ayollar va kuffarlarga dozoqni va'da qildi. Ular dozoqda mangu qoladi. Dozoq ularni azoblashga yetarlikdir. Allah ularga la'nat qildi. Ular mangulik azobga duchor bo'ladi. Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan, halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvatda sizlardan kuchlik, mol-mulki va avlodi sizlarninkiga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nisivisidan bahramon bo'lgandek, sizlarmu dunyoning lazzatlari jihatdagi nisivanglardan bahramon bo'ldinglar. Ular botilga cho'mgandek, sizlarmu botilga cho'mdinglar. Ani shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ani shular ziyon tarqituvchilardir. Ularga ulardan burun o'tganlarning Nuh, Ad va Samud qavmlarining, Ibrohim qavmining,
Madyan aholisining ko'mtirib etilgan qishloqlarning, ya'ni Lut alayhissalom qavmi qishloqlarining xabarlari kelmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizlar elib keldi. Bu mo'jizlarni ular inkor qildi. Allah ularga zulm qilgani yo'q. Lekin ular kafir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Mo'min erlar, mo'min ayollar bir-biri bilan do'stdir. Ular kishilarni yaxshi ishlarni qilishga buyuruydi. Yomon ishlardan to'sudi. Namozni to'liq ado qiladi. Zakat beradi. Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ana shularga Allah rahim qiladi. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah mo'min erlar va mo'min ayollarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamisha turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. Ey payg'ambar, kafirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilgin. Ularga qarshi g'azot qilish va qo'rqinish selish bilan qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. U nima degan yomon joy. Ular, ya'ni munofiqlar hech nima demaganligi to'g'risida Allah bilan qasam qiladi. Ular haqiqatan kufr so'zini aytdi. Islom diniga kirganligini ifodalagandan keyin kafir bo'ldi. Ular ishqa oshmaydigan ishni ishqa oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasdladi. Ularning payg'ambar alayhissalomni yomon ko'rishi faqat Allah'ның va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomliq yuz o'risa, Allah ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va biror madadkor tepilmaydi. Ularning ichidagi ba'zilar agar Alloh bizga o'z fazlidan ato qilsa, ya'ni rizqimizni keng qilsa, albatta sadiqa beratdiq. Albatta yaxshilardan bo'latdiq deb Allohga ahd qildi. Allah ularga o'z fazlidan ato qilgan, ya'ni boy qilgan chaqda bexillik qilishdi. Ya'ni ahdini buzib, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilishdan yuz o'rishdi. Ular sadiqa qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Allohga bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonini, ihsonini da'vo qilishdiki, yolg'onchiliklari uchun Allohga muloqot bo'ladigan kun, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqlikning dillarida yiltiz tortib turishini Allah ularning ishining oqibati qildi. Allah'ның ularning ishki sirlarini, o'zaro qilishgan yo'shirin so'zlarini bilib turadiganligini, bütün g'ayiblarni cho'nqur biladiganligini ular uqmamdi. Munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiqa qilguvchilarni taqtining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiqa qilguvchilarni ayiblaydi. Ularni masxir qiladi. Allah ularni masxir qilganliklari uchun jazolaydi. Ular
qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, ular, ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qitim mag'firat talab qilsangmi, Allah hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allahni va Allahning payg'ambarini inkor qildi. Allah pos qavmni hidoyat qilmaydi. Rasulullohga xiloflik qilib, Tabuk g'azitiga chiqmay qolib qolganlar, ya'ni munofiqlar o'ylarida bexaraman o'ltirganliklar bilan xushal bo'lishdi. Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, jahannamning o'ti texmi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqatdi. Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsun, ko'p yig'lasin. Agar Allah seni Tabuk g'azitidan qaytirib, o'zirsiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumining yeniga elib borsa, ular ikkinchi bir g'azotga chiqishga sendan izni so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azotga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Shubhisizki, sizlar dastlabki qitimda chiqmay, uyinglarda bexaraman o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Endi g'azotga chiqmay qilib qolg'uvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. Ey Muhammad, sen ularning orzidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Dafn qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisi ustidimi turmagin. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq holati bilan o'ldi. Ularning mollari va avlodlari seni ajablantirmasin. Allah dunyoda bular orqali ularni jazolashni, ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. Biror sura nozil qilinib, Allohga iymon etinglar va Allohning payg'ambari bilan birga jihad qilinglar deyilsa, ularning orasidagi maldorlar sendan g'azotdan qilib qilishga ruxsat so'raydi. Ular bizni qo'y, g'azotga chiqmay, o'ylarda bexaraman o'ltirg'uchilar bilan birga bo'layli deydi. Ular o'ylarda qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kesallar va ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihaddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan birga iymon etganlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qildi. Ani shular ikkili dunyoning yaxshiliklariga noil bo'ladi. Ani shular maqsadga yetguchilardir. Allah ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Ayroblardan o'zlari bayon qilguvchilar jihadga chiqmaslikqa ruxsat so'rab keldi. Iymonni da'vo qilib, Allohga va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar jihadga chiqmadi. Ya'ni Arablardan yana bir turkumi jihadga chiqmadi. O'zir bayon qilibmi kelmadi. Ulardan kafir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ojizlar, ya'ni yashangan bovoylar, kesallar, jihadga chiqishga xarajat topolmaganlar Allohga va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar, jihadga chiqmasa gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qilguvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Allah mag'firat qilguvchidir.
nihoyatda mehribondir. Yana mundaq kishilarni mo ayblashga yo'l yo'qdirki, ular jihodga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding. Ular jihodga chiqishga sarf qiladigan narsa topolmaganliklari uchun g'amkin ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. O'zlari boy turib, jihodga chiqmaslikqa ruxsat so'rganlar ayblanishi kerak. Ular jihodga chiqmagan ayollar, kasallar, ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Allah ularning dillarini pechatlayapti. Shuning uchun ular Allah'ның emrini bilmeydi. Avlod ovozliq asarlari